Mashina 1.200.000 qo'ydik Instagramga. 700.000, 800.000 deyapti aka. Bitta tushuntirib bering. 800.000 so'mligi mana bunisi aka. Shu. Biz buni taroziga ham qo'yib, veslari bilan ko'rsatib berdik, necha kilo bo'lishini. Hamma bozorda 700.000, 800.000 sotayotgani mana shu variant. Mana shuda. Bu mana chashaligi o'zimga 1 milliondan oshib keladi. Keladi. Agar 700.000 dan mashina olib kelib bersa, nechta bo'lsa, narx sanab sotib olaman. O'sha negativlar 700.000 degan olib kelib bersa olasiz. Xuddi shundan. Joyida pulini sanab olib 100 qolaman. ta 200 ta farqi yo'q. Mana shu 60 kilo vesda, mana shu dizaynda olib kelib bersa. Kommentariyada negativ yozganlar borki, bitta ko'rsatib qo'ying mana bunisi 1.200.000. Chashali varianti. Mana bunaqa variantini qo'yganmiz. Bular qimmat varianti. Okalar adashtirmanglar. Mana 700-800.000 sotilayotgan. Mana bunaqa variantlarimiz shunaqa 700.000 so'm, 800.000 so'm atrofida sotaveramiz. Biz hech kimga atlet qilish niyatimiz yo'q. Biz borni boricha ko'rsatamiz. Qaranglar, bundan tashqari boshqa dizayndagilar ham bor. Hammasi sifatiga yarasha narx bo'ladi. Men akamning o'g'lillarini yozib qo'yaman. O'sha legenda do'kon, gumbaz panelli, Toshkent panelli gumbaz bo'lsa 46-inch. Anvar akaning o'g'lillarini yozib qoldiramiz. Kelaverasizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz birovning molini yomonlamaymiz, faqat o'zimizning mahsulotlar. Borni boricha ko'rsatamiz. Sifat qanaqa bo'lsa, o'sha narx bo'yicha bo'ladi.